va eng главный sellarimdan biri, maqsadlarimdan biri $1 million ishlash. Qanday odam toifasiga kirasiz? Hayotini 10 yilga oldinga rejalashtiradigan odam yoki bir kun bilan yashaydigan odam? Men hayotimni 10 yilga emas, 20 yilga уже rejalashtirib qo'yganman va rejalashtirish nima uchun sizga kerak? Shu narsani aytib o'tib ketaylik. Birinchisi, yaqin 1 yil ichiga bu akademiya. Ikkinchisi, BMW M5 F90, F90 yil oxirigacha da. Bu eng kerakli bo'lgan planlardan biri hozirgi paytda. Undan keyingisini aytmayman, chunki plan bilan bo'lishish bu xato narsa. Plan bilan bo'lishish degan odamda ko'z degan narsa bor. Ko'rolmovchilik degan narsa bor. Bir odam sizga ko'rolmasdan qarashi mumkin-da, zavist deydi. Ya'ni alam degan narsa bor-da. Odam sizga alam qilishi mumkin. Voy, bu odamning shunaqangi ideyalari bor ekan, shunaqangi narsalarni planlashtirib tashabdi. Bu yerda bu akademiya ochmoqchi, u yerda u $1 million ishlamoqchi va eng главный sellarimdan biri, maqsadlarimdan biri $1 million ishlash. $1 million nalichniy bilan 1 yil ichida. 1 yil ichida $1 million nalichniy bilan va oxirgi yil oxirigacha BMW M5